Eng katta xato bilasizmi nima? Pulga bitadigan ishni pulsiz bitirishga urinishdir. Bir jamiyatni tamoman chiritadigan narsadir. Bu nima degani? Ya'ni bir ishni bitish ketma-ketligi bor. Birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi qadam bor. Siz bu qadamlarni tashlashdan qochasiz va yoki oson yo'lini qidirish demakdir. To'g'ri bitadigan ishni pul bilan bitirish eng katta xatodir. Pul bilan bitadigan ishni pulsiz bitirishga urinish undan ham katta xatodir. Bu degani rushvat, pora berish haqida ketmayapti. Birini haqini berishingiz kerakmi bir ishni qilish uchun? Bu suvoqchini haqini berish kerakmi? Bu g'ishtchini haqini berish kerakmi? U haydovchini haqini berish kerakmi? 100 so'mmi uni haqi, 1000 so'mmi? Siz uni yarmini berishga urinishingizdir. Yoki hech bermaslik harakatini qilishingizdir. Qo'lingizdagi odam bilmadim 10 million oylik olishi kerakligini bilib turganingiz holda unga 9 million berishingizdir. Pul bilan bitadigan ishni pulsiz bitirishga urinishingizdir. Buni hammasi jamlanadi va jigaringizni sug'urib olgandek bir chekkadan chiqib ketadi.